500 ming beraman. Ketmang. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buyurtmani olib keldim. Yaxshi. Hozir pulini olib chiqib beraman. Ichkariga kirib turavering. Nega ichkariga kirmadingiz? Bizga ichkariga kirish mumkin emas. Sizga mumkin. Agar buyurtmamni ichkariga olib kirib bermasangiz, kompaniyaga arz qilaman. Qayerga qo'y? Mehmonxonaga. Nega qoqqan qoziday turibsiz? O'tiring. Men ishlashim kerak. Pulni bersangiz ketsam. Siz shundoq ham ishdasiz. Bir kunda qancha topasiz? Har xil. Nasibaga yarasha. 200 ming, 300 ming, 100 ming. 500 ming beraman. Ketmang. Qanaqa bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. O'tiring. Bugun men tug'ilgan kunim. Nishonlaymiz. Mehmonlar kelishmadimi? Nega bir o'zingiz nishonlamoqchi bo'ldingiz? Yaqinlaringiz yo'qmi? Dugonalar, hamkasblar degandek. Meni do'stlarim yo'q. Hamma menga hasad qiladi. Ishxonada hamkasblarim yaxshi mutaxassisligimga. Dugonalarim esa 32 ga kirgan bo'lsam ham hali ham yosh ko'rinishimga hasad qilishadi. Eringizchi? Ota-ona, aka-uka, opa-singillaringizchi? Ular nimasiga hasad qilishadi? $500 mingga yana qancha qo'shib bersam, menga yoqadigan gaplarni gapirasiz. Unaqasi bo'lmaydi. Bo'ladi. Nimaga bo'lmas ekan? 500 ming uchun uyimga kirib o'tirdingiz. Yana 500 ming bersa, nimalar qilmaysiz? Tushunarli. Yolg'izligi sababi endi ma'lum. Kurer. Aqllilik qilma. Choychaqa berarmikan deb qo'limga qarab turibsan. Nimangga aqllilik qilasan? Ha? Nimang bor seni maqtanadigan? Oilam bor. Topganimga shukr qilib o'tiradigan ayolim bor. Borishimni bayram qilib kutib o'tiradigan farzandlarim bor. Shular yetadimi maqtanishimga? Pufla. Pufla.
tug'ilgan kuning bilan. Kampir.